Endi piyon gullarimizga kelsak, piyon gullarimiz mana bunchalashni boshladi. Albatta bu yil piyon olib eksanglar, bu yil ular ochilmaydi. Keyingi yildan albatta mana shunday ochiladi. Mana yaqin kunlarda ochiladi. Bu juda ham ranglari chiroyli. Piyon gullarini ham bular bahorda ochiladi. Avgust oyida bo'lib ko'payib ketadigan bo'lsa, avgust oyida bo'lib ekiladigan bo'lsa, bahordan yana gullaydi. Agar avgust oyida ulgurmagan bo'lsanglar, bahorda uni bo'lib boshqa joyga o'tkazaman desanglar, ishoninglar, u o'sha bahorda gullamaydi. Shuning uchun albatta avgust oyida, avgust yoki sentyabr oyida bo'lib ekishinglar mumkin. Geran gullarimizga keladigan bo'lsak, geran gullarimiz albatta yerni yaxshi ko'radi, yorug'likni, suvni yaxshi ko'radi. Geran gullaridan shoxlardan sindirib, ertalab sindirganimni kechqurun sindirganimni ertasi kuni ertalab ekaman. Shunaqa qilib ko'paytiraman. Sindiribla yerga saymayman, sababi o'sha singan joyi qotishini kutaman. Shundan keyingina yo tuvaklarga yoki yerga o'tkazib qo'yaman. Mana hozir bu yerga shoxlarini sindirib, kecha shularni o'tkazib qo'yganman mana. Agar chetiga albatta mana shunday qilib o'tkazib qo'yganman. Bular sotish uchun maxsus salafanlarda, ya'ni salafan qopchalarda, bular ham yumshoq tuvakchalarda. Mana bularni yana undan kattaroq idishga ko'chirishim mumkin. Yerdagilar esa albatta tezda suv qo'yib tursam, opto joyda bulardanda tez amallaydi. Yana bular kattaygandan keyin yana shoxlarini sindirib, shunaqa qilib ko'paytiraveraman. Ko'paytirish uchun juda ham qulay. Arada ichiga nimaga salafan solib qo'yganman? Men shlanka bilan sug'oraman. Shlankani agar o'ziga ariqlariga tashlasak, u yerda o'yib tashlaydi. Shuning uchun ozginagina salafan qo'yib turib, shuni ustiga shlankani qo'yadigan bo'lsak, ariqlarimiz o'yilib ketmaydi. Mana shuni ustiga shlankani qo'yib turib, keyin sug'oraman. Ko'rishinglar mumkin. Yer hamisha nam turishi kerak. Mana jambillarim, bu yerda salat barglari, salat bargi biroz qalin sepilib qolgan. Jambillarim kattayib qoldi mana. Bu yoqda piyoz, bular bosh piyoz bo'ladi. Petrovka qilib ekilgan chesnoklar hamda mana rediskalarim. Rediska ham namni yaxshi ko'radi, chesnok ham namni yaxshi ko'radi, piyoz ham, lola ham, jambil albatta yaxshi ko'radi, hamda salat bargi ham. Hammasi bir-biriga o'xshash bo'lgani uchun bularni yonma-yon ekkanman. Bitta suv qo'yganimda bir xilda namlik yetib turadi bularga. Endi shularni suvni etagida, suv tushgan joyda yana chesnok bitta agatga ekkan bo'lsam, ularni yoniga mana bu salafanlarda, salafan tushib qopti. Mana bu salafanlarda chesnoklarni ekib qo'yganman. Nima uchun bunday ekkanman? Birinchidan arada suv bu yerga to'planganda mana shular tegidan suv oladi. Agar loyi qotib qoladigan bo'lsa, buni salafan mana bunday ezib qo'ysak, ikki yog'idan loyi yumshaydi. Ya'ni buni chopib o'tirishni hojati yo'q. Mana shunday qilib yumshatsak bo'ladi. Ya'ni bunga tushgan pastda to'plangan suvdagi o'g'itlar, ozuqaviy moddalar bularga qo'shimcha bo'ladi. Mana ikkala ariqqa ham mana shunday